Qadrli do'stlarim, hamma jamul jammi? Konstitutsiyani o'rganishda davom etamiz. Bugun 6-bob 22, 23, 24-moddalarni o'rganamiz. Mitvoyning aytishicha, endi darsni boshlasak ham bo'ladi. 6-bob fuqarolik mavzusiga bag'ishlangan. Fuqarolik degani bu davlat bilan bizning bog'liqligimizdir. Biz davlatning fuqarosi bo'lamiz. Bog'liqligimiz bir-birimizga tegishli bo'lgan huquq, majburiyat va mas'uliyatning mavjudligida ko'rinadi. Biz hammamiz O'zbekiston Respublikasining fuqarolarimiz. Buni bilasizlar-a? Fuqarolikni oilaga ham o'xshatsa bo'ladi. Sizlar har xil oilalarda tug'ilib, katta bo'lyapsizlar. Bu degani o'sha oilalarning a'zolarisiz, unga bog'liqsiz, to'g'rimi? Ota-onamiz bizni tug'ilganimizdan parvarish qiladi, yaxshi tarbiya beradi, o'qitadi. Biz istagan narsalarni, masalan, sevimli shirinliklarimiz, o'yinchoqlarimizni muhayyo qilishga harakat qilishadi. Demak, bizning oldimizdagi majburiyatlarini bajarishyapti. Biz esa huquqlarimizdan foydalanyapmiz. Lekin majburiyatlarimiz ham bor. Odobli, tartibli bo'lishimiz, yaxshi o'qishimiz, kattalarni hurmat qilishimiz kerak. Mana shu huquq va majburiyatlar bog'liqligi bo'ladi. Agarda siz majburiyatingizni bajarmasdan faqat huquqlaringizni talab etsangiz, bu adolatsizlik bo'ladi va ular amalga oshmay qolaveradi. O'yinchoqlarni hamma yoqqa yoyib, tezda sindirib, ota-onangizdan yangisini so'rasangiz, nima bo'lar ekan? Bu to'g'ri bo'lmaydi. Tug'ilganimizdan o'sha oilaning familiyasiga ega bo'lamiz. Shaxsan men har safar familiyamni eshitganimda shu oiladanligimdan faxrlanib ketaman. Fuqarolikni ham taxminan shunday tushunish mumkin. Fuqarolik ikki xil yo'l bilan qabul qilinadi. Asosiysi bu tug'ilish, ya'ni shu davlatda tug'ilganingiz uning fuqarosi ekanligingizni asosiy isbotidir. Xuddi oilada tug'ilganingiz uning a'zosi ekanligingizni bildirganidek. Bilasizlar-a, har bir chaqaloq dunyoga kelganda unga tug'ilganlik haqida guvohnoma beriladi. 16 yoshga to'lganimizda esa bizga ID karta beriladi. Bu shaxsimizni tasdiqlovchi va O'zbekiston fuqarosi ekanimizni bildiruvchi hujjat hisoblanadi va undan butun hayotimiz davomida hamma yerda foydalanamiz. Ikkinchi yo'li bo'lsa, ko'p yildan beri shu mamlakatda yashaydiganlar ma'lum talablar bilan fuqarolikka qabul qilinishi mumkin. Masalan, O'zbekiston fuqarosi bo'lishni istagan odam O'zbekistonda 5 yil doimiy yashash, konstitutsiyamizga amal qilish, davlat tilini bilish kabi talablarga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Ilm-fan, san'at, madaniyat, sportda katta yutuqlarga erishgan, vatanimiz uchun xizmat qilgan odamlarga, aytaylik, chempionlarga bunday talablarsiz ham fuqarolik berilishi mumkin. Yana bir qiziqarli ma'lumotni sizlarga aytmoqchiman. Fuqarolik haqida o'qiganimda qon huquqi va tuproq huquqi degan tushunchalarga duch keldim. Unchalik tushunmadim. Hozir tushuntiraman. Qon huquqi qoidasi shu davlatning fuqarolaridan tug'ilgan shaxsni fuqaro deb tan oladi. Qaysi davlat hududida bu shaxsning tug'ilganligi ahamiyatga ega emas. Tuproq huquqida esa fuqaroligidan qat'iy nazar, agarda shaxs mazkur davlat hududida tug'ilgan bo'lsa, unda o'sha shaxs fuqaro deb tan olinadi. O'zbekistonda esa bu qoida amal qilmaydi. Boshqa davlat fuqarolarining farzandi O'zbekistonda tug'ilsa, u O'zbekiston fuqarosi bo'lmaydi. Ha, tushundim. Fuqarolik turli mamlakatlarda turlicha bo'ladi. Konstitutsiyamizning 22-moddasida belgilanishicha, O'zbekistonda yagona fuqarolik o'rnatilgan. Bu nima degani? Bu degani, O'zbekiston fuqarosi boshqa davlatning fuqaroligini olish uchun avval O'zbekiston fuqaroligidan chiqishi kerak. Unda qo'shimcha boshqa davlatning fuqaroligi bo'lsa ham O'zbekistonda u tan olinmaydi va o'z fuqarosi sifatida qaraladi. Dunyoning bir qancha mamlakatlarida yagona fuqarolik belgilanmagan. Ayrim odamlar bir vaqtning o'zida bir nechta davlatning fuqarosi bo'lishi mumkin. O'zbekiston fuqaroligi hamma uchun tengdir. Bu degani, kimdir tug'iliboq O'zbekiston fuqarosi bo'ladi. Fuqaroligi bo'lmaganlar esa ma'lum talablar asosida qabul qilinishi mumkin. Fuqaro sifatida ularning hammasi teng hisoblanadi. Bir xil huquq va erkinliklar hamda majburiyatlar oladi. O'zbekistonda 12 ta viloyatdan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi ham bor. Bilasizlar-a? Konstitutsiyamizga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasining fuqarosi O'zbekiston Respublikasining ham fuqarosi hisoblanadi. Odilbek, menimcha hamma bolalar allaqachon qaysi muhim so'zlarni belgilab bo'yab olishni tushunishdi shekilli. Yagona fuqarolik, O'zbekiston fuqaroligi hamma uchun teng, qon huquqi, tuproq huquqi,
To'g'ri. Adolatxon, mittivoyimizni xolamni qizi bir haftaga uyiga olib ketgani esingdami? Ha, undan rosa xavotir oldim. Esimda har kuni telefon qilib so'rardim. Nima ovqat yeyishi, qanday cho'miltirish kerakligini aytib turardim. Oxiri ha deb so'rayverganimdan bezor bo'lib, mittivoyni tezda qaytarib olib kelishgandi. Ha, o'sha voqea esimga tushyapti. Lekin nega bularni eslayapsan, Odilbek? Men 23-moddani mohiyatini tushuntirmoqchi bo'lyapman. Unda O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi, deyilgan. Sodda qilib aytsak, biz boshqa davlatga ketsak ham, davlatimiz turli vaziyatlarda bizni himoya qiladi. Ha, to'g'ri. Endi tushundim. Demak, bu yerda O'zbekiston o'z fuqarolarini hamma joyda himoya qiladi. Shu muhim jumlani bo'yaymiz. Sizlar ham bo'yab qo'ying, do'stlarim. Dunyoning ko'pgina davlatlarida O'zbekistondan borganlarga yordam beradigan idoralar bor. Bilasizmi? Bu elchixona va konsulxona deb nomlanadi. Ayrimlar chet elda qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkin. Masalan, hujjatini yo'qotib qo'yadi yoki kasal bo'lib qolib, qayerga borishni bilmay qoladi. Bunday paytlarda ularga murojaat qilishsa, yordam beriladi. Demak, O'zbekiston fuqarosi ekanimiz bizga shuncha huquqlar va mustahkam himoya berar ekan. Albatta. 24-moddada esa O'zbekistonda yashayotgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari ham himoya qilinadi deyilgan. Bunda xalqaro huquq normalariga amal qilinadi. Chet el fuqarolari bular O'zbekistonlik emas, boshqa davlat fuqarosi ekanligini tasdiqlovchi hujjati bor bo'lgan. Ma'lum sabablar bilan, masalan, sayohat qilayotgan, O'zbekistonda ishlayotgan yoki qarindoshlarini ko'rishga kelgan bo'lishlari mumkin. Fuqaroligi bo'lmagan shaxslar esa O'zbekistonda doimiy yashab turgan, o'zining biron bir davlat fuqarosi ekanligi haqidagi hujjati bo'lmagan odamlar. Ularning huquq va erkinliklari himoya qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda yashayotganlar uchun ular bizning konstitutsiyamizga amal qiladilar. Fuqarolik nima ekanligini tushunib oldingiz deb o'ylayman, do'stlar. Bizni diqqat bilan tingladingiz. Men buni sezib turdim. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat aytaman. Ko'rishguncha.